Gulnora Hamroxo'jayeva maktabgacha ta'lim sohasida samarali faoliyat olib borib kelmoqda. 33-chi maktabgacha ta'lim tashkilotida 3 yildan beri ish yuritib boraman. 2011-yil maktabgacha ta'lim tashkilotining tarbiyachi yo'nalishini bitirdim. Tarbiya jarayonida berilayotgan tavsiyalar bolalarning to'g'ri yo'naltirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi zamon tarbiyachisi har tomonlama yuksak inson bo'lishi kerak. Psixologik tomondan ham, ilm tomondan ham, ta'lim tomondan ham. Uning ushbu kasbni tanlashda ustozlarga bo'lgan qiziqishi va hurmat muhim omil bo'lib, bu intilish yoshlik davridayoq shakllangan. Bu kasbga qiziqishim mana o'sha bog'cha davrimdan boshlangan. Bog'cha davrida ustozlarim bergan bilimlari, ular mashg'ulotga bolalar bilan birga ishlash muloqotlari menga yoqib borib, shu holatda ustozimiz Qosimxo'jayeva marhaba ustoz bergan yo'l-yo'riqlar orqali shu kasbga ilk qadamimni qo'ydim. Uning sa'y-harakatlari natijasida tarbiyalanuvchilarda bilimga intilish, ijobiy fazilatlar hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalari shakllanib bormoqda.